Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga. 17-bab Allah yo'lida orasida turishning fazilati. Allah Taala mundaq deydi: Düşmanlaridan ehtiyotchanlik bilan hushyor tursin. Düşmanlari bilan urushga tayyor turish yuzasidan qurollarni yonida tutsin. Allah Taala yana mundaq deydi: Ularning kofirlarni xafliqqa soldigan har bir qadami düşmanlar ustidan erishgan ularni o'ldirish, asir elish, mag'lub qilish qatorliq har bir narsa uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, ya'ni savob yozildi. Allah albatta yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Dinar, dirham va kashtilangan rangli kiyimning bandalari halok bo'lsin. Agar ularga berilsa rozi bo'ldi, berilmasa ochiqlaydi. Halok bo'lsin, kasal va xorliqdan qutulolmasin. Uningga tikan kirsa chiqarilmasin. Chichi chuvuq ikki qadami to'pig'i milangan holatda Allah yo'lida itining yugunni tutib turgan kishiga xush muborak bo'lsin-ki, agar uni harasda turishga qo'ysa, harasda turdi. Orqa sapda qo'ysa, orqa sapda bo'ldi. Ruxsat so'rasa, ruxsat berilmaydi. Shafaat qilmoqchi bo'lsa, shafaati qabul qilinmaydi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: Mening qo'rqinish ishida Allah yo'lida bir kechani harasda o'tkazishim 100 to'ygini sadiqa qilishimdan suyimlikdir. Bilginki, Allah yo'lida harasda turish Allah Taolaga yaqinlashishdagi amallarning eng kattasi, toatlarning eng oliysi va ribat turlarining ishidagi eng afzaldir. Düşman tarafidan o'zlariga qiyin xatar yetadigan o'rinda musulmonlarni qo'g'dab harasda turgan har qanday kishi murabitdir. Harasda turishning ko'plagan fazilatlari bor bo'lib, ularning qatoridan birinchi, Allah yo'lida harasda turgan kishining ko'ziga do'zax o'ti tegmaydi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Ikki ko'zga do'zax o'ti tegmaydi. Biri Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z, yana biri Allah yo'lida harasda turgan ko'z. Abu Rayhona Azdi radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bir g'azotda edik. Bir kuni biz bir egizlikka kelib, u yerda kashildik. U kecha qattiq sovuq bo'ldi. Hatto ba'zi kishilarning yerni ko'lab kirib olib, ustiga qalqon bilan yepib olganligini ko'rdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishilarning bu ahvolni ko'rgandan keyin, bu kecha bizga kim harasda turdi? Men uningga fazilatli duo qilaman dedi. Ansorilardan bir kishi: Ey Rasululloh, men turay dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqin kel dedi. U yaqin keldi. Uningdan sen kim deb so'radi. U Ansori ismini deb berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga ko'p duo qildi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uning qilgan duosini anglab, menmi bila turay desam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqin kel dedi. Men yaqin bordim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan sen kim deb so'rgan edi. Men Abu Rayhona dedim. U menga Ansoriga qilgan duo qaraganda ozroq duo qildi. Ondan Allohdan qo'rqib yig'lagan yoki yosh to'kkan ko'zga va Allah yo'lida bedor bo'lgan ko'zga do'zax o'ti harom qilindi dedi. Ikkinchi, Allah yo'lida harasda turgan kishining jannat ahli ekanligiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning guvohlik berishi. Sahil ibn Hanzaliya radhiyallohu anhu mundaq deydi: Ular Hunayn kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga chiqdi. Kech kirib, hatto xubdan vaqti bo'ldi. Namoz vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qishig'a bir otliq kishi kelib: Ey Rasululloh, men sizlarning oldinglarda palon taqqa chiqdim. Men ushtim tut Avvazin qabilasining odamlari, ularning oilalari va chorva qo'ylarini ko'rib qoldim. Ular Hunaynga yig'ilibdi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tabassum qilib: Allah xolisa bular ata musulmonlarning g'animati bo'ldi dedi.
Ondan bu kecha bizga kim haris tuturdi dedi. Anas ibn Abu Marsadil G'anavi: "Ey Rasululloh, men haris tuturay" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Undaqda etingga mingan" dedi. U etiga minib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoniga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga bu vodiga qarab minib, uning eng ustiga chiqqan. "Bu kecha biz sen turgan tarafdan xotirjam bo'layli" dedi. Tong otganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiydigan joyga chiqib 2 rakat namoz o'qidi va "Sizlarning chavandozinglardan xabar bormi?" dedi. Ular "Ey Rasululloh, hech bir xabar yo'q" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turib namoz o'qishga boshladi. Namozni o'qib salom bergicha vodiy tarafga qaraydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozini tamomlab salom bergandan keyin "Xush xabar, chavandozinglar qaytib keldi" dedi. Biz vodiydagi daraxtlar orasidan uningga qarasak, u rostila qaytib kelgan edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, "Men bu vodiyning ustidagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurgan o'ringacha mangdim. Tong otganda 2 vodiyning har ikkilisiga chiqib qarab, biror kishini ko'rmadim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningdan "Kechada tushdingmi?" deb so'rab edi. U "Yo'q, faqat namoz o'qish yoki hojatimni ado qilish uchun tushdim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Sen bu kechada haris turganlik sababli o'zingga jannatni vojib qilding. Bundan keyin hech bir amal qilmasangmi, sana zarar yo'q" dedi. 3. Jiniga qiyim xatar bo'lgan o'rinda bir kecha haris turish Qadr kechasidan afzaldir. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Qadr kechasidanmi afzal bir kechani sizlarga xabar qilaymi? U bo'lsa-mu o'z oilasiga qaytib kelish mumkinchiligi bo'lmagan xatarlik biror zaminda haris turishdir." 4. Bir kecha haris turish kechasi qiyamda turib, kunduzi ro'za tutib o'tkazilgan 1000 kundan afzaldir. Arta ibn Munzirdan Ibn Asakir mundaq rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zi bilan birga o'ltirganlardan qaysi kishilarning ajri eng katta deb so'radi. Ular ro'za va namozni deyishdi va Amirul Mu'minindan keyin palani kishilar dedi. Umar radhiyallohu anhu "Men sizlar so'zlab o'tgan kishilar va Amirul Mu'minindami ajr jihatda eng katta bo'lgan kishilarni aytib beraymi?" degaydi. Ular "Shunday qilsalar" dedi. Umar radhiyallohu anhu Sham zaminda etining yugunni tutib, musulmonlarning diyorlarini qo'g'dab muhofazat qiladigan odatdagi bir kishi bo'lib, uni yirtqich hayvonlar talib etamdi, yilon chiqib olamdi yoki dushman hujum qilamdi, buni bilmaydigan kishidir. Bu kishining ajri sizlar zikr qilgan kishilar va Amirul Mu'mininning ajridan ham kattadir, dedi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir manzilga tushdi. Ondan "Bu kechada bizga kim haris tuturdi?" dedi. Muhojirlardan bir kishi va ansorilardan bir kishi chiqib, "Ey Rasululloh, biz turayli" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Sizlar vodiyning eg'izida turinglar" dedi. Ular vodiydan jilg'iga tushib, jilg'ining eg'iziga borganda ansori muhojirga "Sen mening kechining avvalda turishimni xohlamsan yoki oxirdami?" dedi. Muhojir "Avval sen turgan" dedi. Ondan muhojir yancha yetib uxlab qoldi. Ansori turib namoz o'qishga boshladi. Mushriklardan bir kishi kelib uni ko'rib qoldi va uning musulmonlar avatgan muhofazatchi ekanligini bilib, uningga o'qyoni batlab otdi. O'q deydi. Ansori o'qni yulib ilib etib, namozini davomlashtiraverdi. Ondan u mushrik ikkinchi o'qni etib tekkizdi. Ansori unimi ilib etib, namozini davomlashtirdi. Uchinchi o'q tekkanda unimi ilib etib, ondan berib qerinishni uyg'otdi va uningga "Turg'in, men keldim" dedi. Mushrik u ikkisini ko'rib, ularning kishilarni ogohlantirib, o'zining oshkorlanib qilishidan qo'rqib qochib ketdi. Muhojir ansoridan chiqqan qonni ko'rib, "Subhanalloh, sana birinchi o'q tekkandila, nemishqa meni uyg'otmading?" degaydi. Ansori "Men bir surni o'qiyotdim. Uni tugatmay turib, uzib qo'yishni yaxshi ko'rmadim. O'q orqa-orqadan etilgandan keyin ruku qilib, ondan seni chaqirdim. Alloh bilan qasamki,
agar men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning chegarani saqlash buyrug'ining huddidan chiqolmaslikdan qo'rqmagan bo'lsam, u sirni uzib qo'yishdan ilgari jinim chiqqan yoki uni tugatgan bo'lardim, dedi. 18-bob. Alloh yo'lida jihaddagi qo'rqinishning fazilati. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhumadan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: qandaq bir g'azotchi qo'shin g'azot qilib g'animat ilib salomat qaytadigan, ular o'zlarining ajrining 3dan 2 qismini ilib bo'lgan bo'ldi. Qandaq bir g'azotchi qo'shin g'azot qilib g'animat olmasdan musibat uchraydigan, to'liq ajrga erishadi. Ummu Malik Bahziya radhiyallohu anha mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitna haqida so'zlab, uning yiqilishib qolganligini bayon qildi. Men: "Ey Rasululloh, u chaqda insonlarning eng yaxshisi kim bo'ldi?" deb so'rasam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mol chorvalar bilan mashg'ul bo'lib, zakotning haqqini ado qilib, Rabbiga ibodat qilgan hamda etining beshini tutib, ya'ni dushmanga qarshi tayyor turib, dushmanni qo'rqitadigan, dushmanmi ham uni qo'rqitadigan kishidir, dedi. Salmon Farisi radhiyallohu anhudan Ibn Abu Shayba naql qilib mundaq deydi: bir kishi agar Alloh yo'lida bo'lib, qalbi biror xatardan qo'rqsa, uning xatoliklari xurmoning yupurmoq to'kilgandek to'kildi.